Har ichida albatta avtomat korobka mashina yaxshi. Dala ichida esa desanglar, avtomat korobka traktor. Xudo xohlasa bugungi obzorimizda Zoomlion 2004 traktori. Bu traktorimiz avtomat korobka bilan jihozlangan bo'lib, salon qismlarini ko'rishlar mumkin. Hozir to'liq obzorni ichkarida olib ko'rsatamiz. Salon qismiga o'zingizlar baho berib qo'yasizlar. Sidinasini o'zi ham vobshe yumshoq ekan. Birinchi navbatda ko'zimizga tashlanadigan narsa tablo yo'q bu yerda. Sababi tabloni hozir ko'rsatib o'taman. Butun traktor to'liq ma'lumotlari, necha tezlikda ketayotgani, motor oborodi, qanaqa ishlayotgani, hamma ma'lumotlar shu planshet orqali chiqadi. Sizlar ko'rib bo'ldinglar. Endi narxi qiziq. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi Telegram kanalda keladi. Sababi Telegram kanalda xuddi shu traktor ishlayotgan videolari ham bor, qanaqa olish shartlari ham bor. Telegram kanal silkasi profilda bo'ladi. Profilga kirasizlar, Agromash Elite traktorlar narxlari degan silkamiz bor. O'sha kanalga o'tib olsanglar, xuddi shu traktor, nafaqat bu yonimizdagi kombaynlar hammasini obzorlari, pluglarimiz obzor